Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Isa ICT. Ya'ni shu ko'pchilikda bo'ladigan savol, bugun biz shu tradingda psixologiya qanchalik rol o'ynashini, qanchalik muhimligini hamda shu tradingni qora tomonlari haqida siz bilan gaplashib o'tamiz do'stlar. Ya'ni tradingda aynan hozirgi paytda, ya'ni klassika hamda konsepsiyalar bor, smart money hamda ICT. Bular men o'zim ICT konsepsiyasi orqali ishlayman, chunki o'zimga shu qulay bo'ldi. SMC ni ham ishlatib ko'rdim, klassikani ham ishlatib ko'rdim, lekin shu ICT da to'xtab qoldim. Buni sabablarini ham men sizlarga Xudo xohlasa yanagi videolarda aytib qo'yaman. Ya'ni tradingni qora tomoniga kelsak, ya'ni boshlang'ich bosqichlarda bo'lsa, hozir men tomosha qilayotganlaringiz ichida boshlang'ich treyderlar bo'lsa, bu sizni boshida ruhiy tomonlama zarba berib qo'yishi mumkin. Slishkam, ya'ni unchalik chuqurlashib ketmanglar, chunki tez boyib keta oladigan soha emas bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ya'ni trading sohasi dunyoda eng bir qiyin sohalardan hozir hisoblanadi. Goh joylarda bu juda ham ko'pchilikka ma'lum, bu osonlikka o'zi hech joyda hech qanaqa osonlikka pul yo'q, osonlikka non yo'q, hammasi mehnat talab qiladi. Trading sohasi ham xuddi shunday. Bunga ham lichni vaqt ajratish kerak. Bu hech qanaqa hobbi qilib qo'yadigan emas. Bunga jiddiy ko'z bilan qarash kerak. Agar niyatingiz keyinchalik shu sohani siz o'zingiz kasbingizga aylantirmoqchi bo'lsangiz. Ikkinchisi, yana shu qora tomonlarning ikkinchi sababini aytsam, ya'ni boshlang'ich 6 oylikda sizni ikkilantirib qo'yishi mumkin. Ya'ni 6 oydan keyin men shu dalish davom ettirsam bo'ladimi? Shunga arziydimi yo arzimaydimi? Bu bu bosqichdan o'tayotganlar bo'lsa, bu gapimni hammasida deyarli 99% da bu bo'lib o'tgan, bu hodisalar ro'y bergan. Lekin taslim bo'lmasangiz, tushunayotgan harakat qilsangiz, Xudo xohlasa albatta natijani beradi. Qora tomonlarning 3-sababiga kelsak, ya'ni ruhiy tomonlama. Sizlarga endi zarba deganda fizический zarba emas bu. Psixический, ya'ni shu psixologik tomondan sizlarga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni tez asabiylashib qolish, savdolaringiz o'xshamasa hech kim bilan gaplashgingiz kelmay qoladi. Ya'ni o'zingiz shunday yolg'izlikka kirib ketasizda. Gapni qisqasi. Bu bilmadim, lishni menda shunaqa bo'lgan. Ya'ni u paytma real shotda unday katta yo'qotishlar bo'lmagan, demo shot bo'lgan, baribir natija yaxshi bo'lmaganligi sababidan men ko'pchiliklar bilan, yaqinlarim, uydagilarim bilan sal bo'lsa urushib qolganman, kayfiyatim bo'lmagan, hamma narsam shu trading bilan bog'liq bo'lib qolgan, real hayotga qiziqish qolmagan. Bu sekin-sekin agar harakat qilsanglar, sekin-sekin buni hammasi Xudo xohlasa o'tib ketadi. Psixologik tomondan ta'sir qiladigan joyi bu, qachonki sizda avvalgi videolarda aytib o'tganimdek savdo tizimi bo'lmasa, sizlarga psixologik tomondan ta'sir qiladi. Dalshi psixologiya qachon rol o'ynaydi? Qachonki sizda tizim bo'lsa, shu sohada tizimingiz bo'lsa, aynan bir sessiyaga asoslanib, aynan bir vaqtda savdoga kirib, chiqib ishlasangiz, o'zingiz nimagadir asoslanib ishlasangiz, o'shanda psixologiya to'g'ri yo'nalishini o'zi topib ketadi bu sohada. Psixologiya deganda qanaqadir fantastik, biron aqlga sig'mas narsa emas bu. Hech qanaqa mushkul joyi ham yo'q.
Bu asosiy muammo savdo tizimini topish. Bu yoq psixologiya o'zi joylashib ketaveradi. Savdo tizimini topib, riskka amal qilib, o'sha yerda o'zingiz e'tibor bilan harakat qilsangiz, ya'ni riskka amal qilib, savdo tizimi bilan ishlab, o'sha kun minusga kirsangiz, shunday kompyuterimni, notebookni shunday o'chirib, o'sha minusni tan olib, o'sha xatoni tan olib qo'ysangiz, ikkinchi kun o'sha savdo tizimi bo'yicha sizga yana xudo xohlasa bozor imkoniyatini albatta beradi. Psixologiya qachon buziladi? Psixologiya o'sha aynan siz o'sha minusga kirgan kuningiz, o'sha qilgan minusingizni qoplamoqchi bo'lib yana bitimga ochasiz. Bu bitimingiz ham yana minusga ketsa, shu bilan уже sizda savdo tizimi yo'q degani bu. Siz rioya qilmayapsiz tizimga. Shunday psixologik tomondan sizlarga qattiq ta'sir qiladi. Dальше strategiyaga kelsak, hech qanaqa 100% ishlab beradigan strategiya o'zi tradingda yo'q. Bitta strategiya bilan tanishdingizmi, o'sha strategiyani ushlab, minimum 3 oy backtest qilib, keyin natijani kuzatib, yaxshi bo'lmasa, keyin yana intilishni davom etish kerak. Qachonki qaysi strategiyada siz yaxshi natija qilyapsiz. 3 oylik, 4 oylik backtest qilib natijani ko'rish kerak. Keyin oyga sizlarga qancha prosatka beryapti, qancha plyus, qancha minus, ya'ni qancha prosatka beryapti. O'shalarni hisoblab chiqish kerak. Tak, dальше do'stlar, men xudo xolasa yaqinda to'g'ri 3 yil bo'ladi bu sohaga kirib kelganimga. O'zim tajribamdan kelib chiqqan narsalarni sizlarga gapirib beraman. Aytguncha siz shu Telegram kanalimga hozircha ссылка qoldira olmayapman videoda. Shunday videoni tagiga qoldirib qo'yaman. Telegramga o'tib, obuna bo'lib qo'yib, bemalol sizlar har kunlik bepul g'oyalarni, bepul darsliklar PDF sifatida yoki va hokazo bepul ideyalar qo'lga kiritishlaringiz mumkin Telegram kanalimda. Juda ham foydali bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, o'zlaringiz foydalaringiz uchun. Meni foydam kimgadir tegsa, men bundan xursandman. Dальше do'stlar, yana biz ko'p savollar bo'lyapti. Tradingda qancha daromad qilsa bo'ladi, oyiga qancha topsa bo'ladi. Lekin hech kim qancha yo'qotish mumkin degan savolni bermaydi. Chunki hamma ham daromad qilishni keladi, lekin yomon qora tomonlarini ba'zida o'ylashmaydi. Minuslar по-любому bo'ladi do'stlar. Albatta minussiz savdo bo'lmaydi. Eng professional, oxirgi darajaga professional degan traderingiz ham bir oy davomida minusda chiqib ketishi mumkin. Chunki bu bozorga hech kim garantiya bermaydi do'stlar. Shuning uchun ko'ngilchani to'q tutib, strategiyalarni backtest qilib, natijalarni qarab, kuzatib, har bitta bitimni yozib, nimaga asoslanib kirdingiz, nimaga asoslanib chiqdingiz, soотношение risk-прибыль netchiga ishladingiz, nima sababdan stop loss urdi, bu narsalar hammasini yozib, mehnat qilib, buni ustida ishlash kerak do'stlar. O'zi shunchaki to'satdan bo'lib qolmaydi. Hamma narsa mehnat talab qiladi do'stlar. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, o'zlaringiz foydalaringiz uchun. Obuna bo'lmasdan kuzatib yursanglar, yo'qotib qo'yishlaringiz mumkin kanalni. Tak, shunday gaplar do'stlar. Plus bundan keyin xudo xolasa men harakat qilaman. Har kunlik market tahlillar, bepul darslar, bepul g'oyalar sekin-sekin joylab ketishga harakat qilaman. Sizlardan faqat qo'llab-quvvatlash, obuna bo'lish, like bosib qo'yish, shuncha narsa talab qilinadi do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, men sizlarni tabriklayman. Sizlar foydali bo'ldi degan umiddaman. O'zimning fikrim bilan sizlar bilan almashganim uchun men o'zim ham xursandman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar do'stlar, taslim bo'lmanglar inshaalloh.
bu qilgan mehnatlarimizni Alloh qachondir natijasini bizga ko'rsatadi. Hammasini vaqt soati bilan. Hammaga omad do'stlar. Sizlar bilan Isa ICT.